Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda usu taharet münasebet mezmunlar haqida to'xtalib bugün mundaq deydi. Bir odam o'z yolg'iz yalang'och yuyingan bo'lsa, xilvat bir joylarda buning hukmi qandaq? Navoda xilvat joylarda bir dalda to'sab, masalan daldining ichida yuyingan bo'lsa, bu texmi afzal yaxshi bo'ladi degan mazmunga to'xtalyapti. Endi bu dallarda yalang'och yuyinish masalasi ulamolar nazarida bir qism ulamolar harom degan, bir qism ulamolar makruh degan, durust emas deb qaraganlar bo'lgan. Ammo ko'p sondagi ulamolarning nazarida bu agar amin bo'la olsa, boshqalar ko'rmaydigan ahvolatsiz bo'lsa, kiyimni silib yuyinishga yoki işte yalang'och bo'lishga ehtiyoj bo'lgan ahvolatida yalang'och tursa bo'ladi. Haq ko'rmagan ahvolatida. Nimishqa degan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tövende bir Musa alayhissalomning voqealigini keltirib, buningga Rasululloh boshqa bir ifoda bildirmagan. Mana bu buning durustligining ifodasi deb qaralgan. Bu Fathul Bari'da deyilgan mezmunlar. Lekin yanada afzali imkon qadar dalda bo'lgani nihoyat yaxshi. Buningki tipik misoli Bahz degan kishi mundaq deydi. Bu Bahz dadisi o'zining dadisidan, ya'ni Bahz o'zining cho'ng dadisidan rivoyat qilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Alloh taolo hayo qilishga, kishilarga nisbatan hayo qilishga eng haqliq deydi. Odamdanmi hayo qilamiz, ammo bakrak hayo qilishga to'g'ri kelsa, Allohdan haqiqiy hayo qilamiz degan. Mishadagi hayo qilish degan mazmunni ulamolar, ya'ni Allohga asi bo'lmaymiz deb mundaq tafsir qilgan. Ammo Imom Buxoriyniki bu hadisni qasi bu uzun bir hadis bu. Shu uzun bir hadisdan qisqartiblam buningki mushu hayo qilishga eng loyiq kishi zot Alloh deyishida masalan imkon qadar dalda bo'lgan yaxshi degan qarashni yaqlish kerak. Şoňlaşqa Enver Şah Keşmiri rahmetullah aleyhi bir adam mesela dalada çöl yoki shunday odam ko'rmaydigan yerlarda bo'lgan bo'lsa, xalqlarning shu yerdan o'tib qilishi yoki ko'rib qilishdan saqlanadigan ahvol ostida bu to'g'ri degandek ishoratni bildirib o'tgan. İmkon qadar parda to'sab dalda qilib qilg'ini yuying'ini yaxshi. Navadi yalang'och yuyinib qolsa gunohkor bo'lmaydi deb qaragan. Endi bu Alloh hayo qilishga eng loyiq degan so'zga kelgan vaqtida Enver Shah Keşmiri rahmetullah aleyh Alloh insonning pichirlashlarini, sir asrorlarini hammasini bilib turdi. İnsonniki odatida, masalan, tabiiylam odamlardan boshqalardan hayo qiladigan, xijil bo'ladigan psixikalik bir tuyg'u bor har vaqt. Bu tuyg'u hamda insonda sen shunchalik hayo qilgan kelsa, Alloh taolodan shunchalik hayo qilishingga haqliq emasmi deb silishtirma bayon bergan. Endi bu rivoyatdagi Bahz degan kishi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining ustozi emas. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shu orliqdagi kishilarni uzitiblam, mush kishidan bevositlan buni rivoyat qilib chiqqan. Lekin Imom Buxoriyning ustozi emas, shunga buni biz muallaq hadis deymiz. Bu kishining ismi Bahz ibn Hakim degan kishi bo'ladi. Bu zot shu ahli sunna va jamoat firqasiga katta büyük muhaddislardan o'zi Basrda yashagan. Dadisimi, o'zining cho'ng dadisimi katta shu davrdagi olimlardan, muhaddislardan deyishki bo'ladi. Ilmga ahamiyat beradigan, ilmni hurmat qiladigan bir oilada o'sib yetilgachga, bu kishimi dadisidan, cho'ng dadisidan hadislarni rivoyat qilgan. Ulamolar baho bergan vaqtida mesela İmam Zahabi rahmetullah aleyh bu muhaddis imam degan bo'lsa, bir qism ulamolar ishonchlik hadislarni dalil qilishga yaraydi, yaxshi degandek baholarni bergan. Shuningdek Imom Abu Davud, Tirmizi, Imom Nasai, Ibn Majah, Buxoriy qatorliq hadis ulamolari bu kishining hadisini o'zining kitoblarida keltirgan. Endi bu zot Hijriya 91-yillar atrofida o'lib ketgan. İmam Buxoriydan yani 150 yıl burun o'lib ketganda, bu adam 160 yıl burun taxminan. Dadisi Hakim ibn Muaviye deymiz. Bu Bahzdan dadisi Ebu Bahz bo'ladi.
Ahli Basr'da ichidagi shu davrdagi yaxshi solih kishilardan deb qaralgan. Hadislari yaxshi, ya'ni hasan darajadagi hadislar, o'zi rostchil deb qaralgan, lekin bu odamniki bundan ortiq ma'lumot yo'q. Lekin hadis kitoblarida bu odamniki bir necha rivoyat qilgan hadislari mavjud herhalde. Şimdi Hakimning dadasining ismi Muaviyat ibn Hayda al-Qushayri deymiz. Muaviyat ibn Hayda ibn Muaviyat ibn Qushayr degan bo'ladi. Bu kishi haqida ko'proq ixtilofli bo'lgan. Ya'ni bu odam sahobimi, sahoba emasmi degandek. Lekin sahoba ekanligida bir ulamolarniki so'zi kuchliroq bu jihatda. Bu zot ayni vaqtlarda masalan Xurasan rayonlariga berib, shu yerda urush qatnashgan, islom ishg'oliyat harakatlarida oldingi safda bo'lgan. Endi keyin Basrada bu odam shu makonlashib, shu yerda o'rinlashgan. Ayni vaqtida Rasulullohniki huzur muborak kelib, shu bir qism arab qabilalari bilan o'mak bo'lib kelgan paytlarda Rasulullohning qishig'i kelib musulmon bo'lib, Rasulullohdan necha savollarni so'rgan sahoba ekan. Demak bu zotniki shu islom siyosiy harakatlarida bo'lsin, mayli ilmiy harakatlarda bo'lsin, o'ziniki tuhfasi bor deyishga bo'ldi. Asli bu bahsninki cho'ng dadisi bu odam Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki huzuriga kelgan vaqtida Rasulullohga savol qo'ygan ekan. Ya Rasululloh, bizning avratlarimiz qayan yapimiz, qayan o'chib qo'yimiz, qanday vaqt o'chib qo'yimiz degandek masalalarni so'rgan. So'rgan vaqtda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avratingni yop, lekin oilang, o'zingning dedaklaring bo'lib qolsa, u vaqtda yapmasangmi bo'ladi. Debdi-da, degandiki bu odam yana savol qo'yib, ya Rasululloh, qanday qaraylar? O'zaro masalan urug' tuqqanga o'xshash, masalan bir qavmlar, tonish bilishlar bir yerda turgan vaqtida. Degan vaqtida agar sen ko'rsatmaslikka tirishib imkon bor ko'rsatmasang yaxshi ko'rsatma debdi. Bu undaqda mahalla, masalan dehqonchilik rayonlari degandek jiroq turgan rayonlar deyilgan gapda. Bu odam yana savol qo'yib debdi, ya Rasululloh, agar yolg'iz qolib qolsaqchi degan vaqtda sen Alloh taolo xalqlarga nisbatan Alloh hayo qilinishga eng haqli degan. Asli hadisninki o'rnimi shu. Bu hadisdan mana qisqartib bilan oyoq bo'lakni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zining bobiga bayon qilib o'tgan. Endi 278-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Ishoq ibn Nasr hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining buyuk ustozlaridan Ishoq ibn Nasr Sa'di deyildi. Bu Nasr degan hadisi bu odamning cho'ng dadasining ismi. Shunga Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ba'zida Ishoq ibn Nasr, ba'zida Ishoq ibn Ibrohim ibn Nasr deb bayon qilgan. Bu kishiniki tarjimada boshda o'tgan. Endi bu zot deydi bizga Abdurzaq hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu mashhur muhaddis Abdurzaq Sanani degan kishi. Bu kishi deydi Ma'mar ibn Rashid degan muhaddis. Bu kishi Hammam ibn Munabbahdan. Bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan. Bu hadisga ravilarniki tarjimali oldingi darslarda kitobning bosh qismlarida o'tib bo'lgan. Endi Janob Rasulullohni degan so'zi Banu İsrail qavmi yalang'och holatda yuynatdi deydi bular. Bir-birining avratlariga qaragan holatda. Biroq Musa alayhissalatu vassalam yolg'iz yuynatdi. Bular debdi-da Banu İsrail ham gap deb deyotgan gapda. Bu Banu İsrail degan kim o degan bir savol kelishi mumkin. Banu İsrail Yaqub alayhissalatu vassalamniki ismi, İsrail degan asli Yaqub alayhissalomning ismi bo'ladi. Yaqub alayhissalatu vassalamniki o'shki bolasi bo'ldi. Mushu o'shki bolasidan shakllangan qabila, oymoq, jamatlar hammasi Banu İsrail deb atiladi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bularni asbat deb atagan bu o'shkaylarni. Chunki bu o'shkaylarning har biri birdan bir qabilaning otisi bo'lgan, beshi bo'lgan ayni vaqtida. Mana hozirgi mushu Musa alayhissalatu vassalam Yaqub alayhissalomniki La'uy ismli bir bolasi bor, o'shki bolasining ichida. Shu La'uyninki
nevrisi, yani kükün nevrisi buludu. Endi bu Beni İsrailliklarning degan gapi debdi. Ezbirayı Xudo Musa biz bilan junanmaslikning sababi poda qo'g'achqa junanmaydi vo deb gap debdi bular. Yahudlarning odati ezeldan burunlam bir xil gap tepish, fitnani o'rtaga tashlash, shu orqali shu so'zdan bular masl paydo qilish bularning odati. Musa alayhissalatu vassalam bir qatim jo'ng'il beribdi-da, kiyimini taşның üstüge qo'yapti da, bu taş kiyimni eliplam qechib ketibdi. Musa alayhissalam taşның izidan qo'g'lab, "Voy taş kiyimimni qo'yib qo'y" deb qo'g'labdi. Beni İsrail şu arlıqda hamda Musa alayhissalam bilmaylam, Beni İsrail qavmini qishiq berib qolgan gap. Musa alayhissalatu vassalamga Beni İsrail hemmisi qarab mundaq deyishibdi. "Voy, Ezbirayı Xudo Musa'da hech qanday chataq yo'q ekan, kasal yo'q ekan" debdi-da, shuni bilan Musa alayhissalam kiyimini elib, toshni bir urib qo'yapti. "Ey" degandekda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi. Shu Musa alayhissalam urgan toshda 6-7 dona urgan shu jarohatning izi yoki shu urilgan, so'qilgan iz bor edi deb bayon qilgan. Bu toshlar balkim keyingi mezgillarda Beni İsrail qavmi saqlab qolgan bo'lishi mumkin payg'ambarniki izlarini. Biz bu hadisdan bir necha hukmlarni olamiz. Ya'ni xilvatlik vaqtlarda boshqalarniki qarab qilishidan yoki ko'rib qilishidan saqlanalg'idek ahvol ostida yalang'och yurish bo'ldi degan bo'ldi. Yana birisi davolanish jihatda o'zining avratlarini echib, masalan, bir odamning aybi bormi yo'qmi degan aniqlash asosida, masalan, bir odam yalang'och bo'lsa bo'ladi degan bo'ladi. Yana birisi bu toshniki mingishi Musa alayhissalatu vassalamga Alloh taolo tarafidan berilgan bir mo'jizaviy hodisa bu. Endi 279 numaralı hadise İmam Buxoriy rahmetullahi alayh Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilyapti bu hadisni. O'tirdiki boshqa raviylarniki hech qaysisining bir zikri bayoni yo'q. Bu nimishqa degan vaqtida oldidagi hadisni rivoyat qilgan İmam Buxoriy silsil orqali rivoyat qilgan bu zanjirsimon raviylarning o'zi mush hozirgi 79 numaralı bu hadisni rivoyat qilgan. Shuningdek İmam Buxoriy rahmetullahi alayh buni kesiblam oldidagi raviylarni bayon qilmay va degan mush kalimani harfni atib qiliblam bog'lab bayon qilyapti. Amaliyotda mush ikki hadisniki isnodi raviylari o'xshash. Boshqa manbalarda mush o'xshash raviylar shaklida rivoyat qilingan. Xo'sh, Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallam rivoyat qilib, Janob Rasululloh shunday deydi: "Orliqda Ayyub alayhisolatu vasallam yalang'och yunayotgan edi" deydi. Hazreti Ayyub bu büyük Beni İsrail peygamberlerinki biri. Yaqub alayhisolatu vasallamniki zamonlarida yashagan, o'zini ayeti sabrchan o'tgan, Alloh subhanahu va taologa yarg'an, Allohning sinoqlaridan o'tgan payg'ambarlarniki biri. Yashagan diyorlari ulamolar asosan shu Sham diyorlari deb qaragan. Bo'libmi shu hozirgi Suriyaniki Navo taraflariga to'g'ri kerak deb. Umuman Sham diyori payg'ambarlar makallashgan payg'ambarlarniki diyorlari bu hamda. Shu jo'nayotgan orliqda hamda bir oltin cheketga do'milabli tushibdi. Tushgandan keyin Ayyub alayhisolatu vasallam o cheketkini ilib kiyimiga jiqqil turibdi-da buni. Shuni Parvardigor to'labdi. Ya'ni Alloh bu yerda sinoq bilan yo'llagan ishda bu odatda. Ey Ayyub, men seni boy qilmadimmi? Bir hojat qilmadimmi? Sening mush ko'rib turayotgan narsangdan bir hojat qilmadimmi? Ya'ni sen mush mol dunyoni yig'ib demoqchi. Degandan keyin Ayyub alayhissalom mundaq debdi: "Ari, shundoq o'zlarining izzatlari bilan qasam, shundoq meni sizlar boy qillar, meni bir hojat qillar. Lekin ulug' Parvardigor sizning barakatlardan hech vaqt bir hojat bo'lolmaydi ekanmiz" dedi. Ayyub alayhissalomniki bu javobi nihoyat o'tkir ham joyiga kelgan bir javob. Alloh taolo shunday ilhom bersa kerak, ma'nosi nihoyat cho'nqur. Xudoning maqomiga qarta deyotgan bu so'zi
acayip kemterlikni ifadeleyen bu sözde. İslam bereketlerden biz hiç kaçan bir hacet bulanmayımız, hacetsiz bulanmayımız. Yani bereketler bulmasa bika demekçi de bu sözden. Hem de Eyyub Aleyhisselatü Vesselam bu mal dünyanı ağam bolsa bu ne? Mal dünyadan özü başkalar köz kılış için veya köp bunun melim var dep bundan faxırlanış. Yani başkalardan özü üstün tutuş için maniyet almaydı. Bunu ağam bolsa çokum bunu özünki aile, balları, kulları şuların ihtiyacını qamdaş ya fakir miskinlerge beriş mal niyet, mal maksat da alıdı hem de. Demek bu yerdeki baylıkni Eyüp Aleyhisselatü Vesselam bereket dep atagan. Undaqda halaldan, yo'lliq holatda boy bo'lishmi bir fazilat bo'lishi kerak. Bu hadisni İbrahim Musa ibn Uqbadan, bu kishi Savfan ibn Sulaymdan, bu kishi Ato ibn Yasardan, bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet qilganda Rasulullah arada Eyüp Aleyhisselam yalang'och yuyunayotgan edi deyilgan. Demek oldidik ravilarga o'xshamaydigan shaklda hozirgi İbrahim ve Musa yo'li orqali ma shaklda mundaq rivoyat qilingan deyilgan. Bu rivayet İmam Nesai'ninki kitabida bayon qilingan. Demek bu hadiste Allah Subhanahu ve Taala Eyüp Aleyhisselatü Vesselam'niki yalang'och yuyunayotganligiga hech qanday gap qilmagan. Biroq Eyüp Aleyhisselatü Vesselam'ninki mushu oltin cheketgini yig'ayotganligiga qarta bir savol qo'yib bir o'ziniki siniqini bu yerda ifodalab bir iroda qilib boqqan. Mushu so'zga qarab nimani bilmaydigan vaqtida odam ko'rmaydigan, bilmaydigan o'rinlarda mesela yalang'och yuyunsa durust, lekin dalda bo'lgani afzal degan qarash chiqdi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.